Assalomu alaykum, sizga birinchi obunachilari. Biz yana bitta yangilik. Andijonga To'xozona zakazlarni. O'zini ko'ringlar-chi, e'tibor beringlar-chi. Inshaalloh bu uzunligi 2 metr. Zakaz berganlar. Xonamiz 75 ga 2 metr uzunligi ham, ustolimizda uzunligi 2 metr bo'ladi. Shunaqa zakazini qildilar. Shunaqa reyklarni to'ldirib qilib berdi. Menga yong'oq svetda bo'lsin, chiroyli bo'lsin, loqo bo'lib turib, shunaqalar qilib bergan. Yo'llarga menga gullarni qo'yib beringlar dedilar. Men gullarni qo'yib berdim. Xonlarga ham ikkita belog'larni berdi, chiroyli qilib. Profillarimiz razmini 4 ga 2 yarim. Steykasi bir steyna. Mana suvalkalarga e'tibor beringlar. Xudo xolasa suvalkalarni ham to'ldirib chiroyli qilib berganmiz. Menga zo'rda bo'lgan hamma yog'ilari. Mana orqalar dashrublar berganmiz chiroyli qilib. Suvalkalarga hammasi shunaqa qilib baliqchalar ochib, ichiga solib, suvalkalarni qilganmiz mana 3 tomondan chirtkalar. Sinib ketdi degan narsa bo'lmaydi xolasa. Laklarga o'zini e'tibor beringlar. Hammasi shunaqa. Xudo xolasa Alloh taolo uyaltirib qo'ymasa, egasiga chiroyli yetib boradi, xizmatini qiladi. Birortasini betidan ishlatmaganmiz. Bitta o'sha boshida iloji yo'q, bitta betiga qo'tar. Xonamiz taxtasini ham qalinligini ko'rib qo'yadi mana. Taxtamiz qalinligi ham 2.7-2.8 chiqadi. Murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa, shunaqa zakazlar kerak bo'lsa, uyga qildirmoqchi bo'lganlar, yozg'ir bo'lib, 10 kissalarga maza qilib beramiz. Xonlarga shunaqa beloqchalarni berganmiz, aqabaqa surganimizda liqillab ketmaydi. Bosganimizda bosilmaydi ham, xudo xolasa. Taxtamiz qalinligi ham qalin, profillarimiz ham 4 ga 2 yarim. Yo'llarga shunaqa gullarni qo'yib, chiroyli qilib beramiz zakaz bersani. Xudo xolasa shunaqa zakazlar kerak bo'lsa, Namangan shahar Skanoka brendda bo'lsani chiqib keladi inshaalloh. Aloqaga chiqsani chiroyli qilib hammani qilib beramiz. Bizda kachaylar, ratan stolsi, yong'oqdan so'rilar, qarag'ay sasmadan so'rilar, temirdan so'rilar, har xil turdagi narsalar ishlab chiqaramiz. Aloqaga chiqarasizlar. Bitta bu so'z bilan bog'lanib qolmaganmiz. Davlat hammasini yo'lga qo'yganmiz. Har xil zakazlarni qabul qilaveramiz inshaalloh. Askarlar ishlab turishdi.